Assalomu alaykum Murod aka. Instagram sahifamizdagi obunachilar va bizni kuzatuvchilar uchun o'zingizni birinchi tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Ismim Muhsinov Murod Mansurovich. 1983-yil Samarqandda tug'ilganman. 2018-yildan beri Fixer brendi asosida qurilish materiallari ishlab chiqarish zavodida rahbarlik lavozimida ish yuritishni boshladim. Undan oldin Sino zavodida ishlaganman. Xolodilnik ishlab chiqarish, keyin trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish Samjintex fabrikasida ishlaganman. Undan keyin Bimax gips ishlab chiqarish zavodida rahbarlik lavozimida ishlab kelganman. Hozirgi kunda Fixer brendi asosida qurilish materiallari ishlab chiqaryapmiz. Hurmatli kuzatuvchilarim, bugundan boshlab ishlab chiqarishni boshqarish, xodimlarni boshqarish, biznesni boshqarishda kerakli bo'lgan ma'lumotlarni va qurilish materiallari ishlab chiqarishda, qurilishda ishlatiladigan mahsulotlarga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni berib borishga harakat qilaman. Shu sohada qiziqsangiz obuna bo'linglar.